Hurmatli musobaqa ishtirokchilari, Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilarining ochilish marosimida turibmiz. Bugun bu yerda qatnashuvchilar tuman shaharlarda mana Termiz tumani, Angor, Muzrabot, Termiz shahar 4 ta tuman shahar bo'yicha musobaqa bo'lib o'tadi. Shu musobaqamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Hammaga omad tilab qolaman. Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari sport musobaqalari bo'lib o'tdi. Unda Termiz shahri, Termiz tumani, Muzrabot tumani, Angor tumani yoshlari ishtirok etishdi. Bugungi so'nggi bosqichimizda faxrli birinchi o'rinda Angor tumani o'g'il bolalardan, qiz bolalardan birinchi o'rin Termiz shahri egalladi. Ikkinchi o'rinni o'g'il bolalardan Angor tumani, uchinchi o'rinda ham o'g'il bolalardan Angor tumani, qizlarimizdan esa Muzrabot tumani ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin Termiz tumani sportchilariga nasib etdi. Faxrli birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni egallagan sportchilar avgust oyida bo'lib o'tadigan viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishdi.